Assalomu alaykum hurmatli ishqiboz. Infotime kanaliga xush kelibsiz. Kamina Sardor Ibragimov bugungi yangiliklarni sizlarga yetkazishdan mamnunman. Salomon Rondon: APLdagi hat-trickim unutilmas, lekin buni O'zbekistonga qarshi qo'llash qiyin bo'ladi. FIFA Series doirasida Trinidad va Tobagoga qarshi o'yinda dubl qayd etgan Venezuela hujumchisi Salomon Rondon Championat Asiya saytiga intervyu berdi. Eslatib o'tamiz, manba Championat Asiya sayti. G'alaba bilan tabriklaymiz. O'yin haqida fikringiz? Mazkur uchrashuv biz uchun muhim ahamiyatga ega. Oxirgi saralash bosqichida nima bo'lganini bilamiz. Biz musobaqani tark etgandik. Shu bois endi diqqatimizni jamlab, keyingisiga tayyor bo'lishimiz kerak. Ushbu turnir o'yin sifatimizni yaxshilashimiz uchun imkoniyatdir. Har bir uchrashuv o'rtasida ishlash uchun vaqtimiz kam, lekin biz uchun g'alaba qozonish muhim. Shuning uchun ishlashda davom etishimiz kerak. Siz 2023-yil O'zbekistonga qarshi jamoangizni sardor sifatida boshlab tushgansiz. Keyingi o'yinlarda nimalarni kutyapsiz? Qiyin o'yin bo'ladi albatta. O'zbekiston jahon chempionatida yaxshi ishtirok etishni maqsad qilgan va ular o'z uyida g'alaba qozonishni xohlaydi. Bu ular uchun muhim. Biz esa o'z ishimizni qilishda davom etishimiz kerak. Xuddi bugungidek o'yin ko'rsatishga, gollar urishga, ishonchli harakat qilishga va shuningdek o'yinga tayyor bo'lishga harakat qilamiz. Bugun dubl qayd etdingiz. Bir paytlar Angliya Premyer Ligasida 13 daqiqa ichida bosh bilan 3 marotaba gol urib tarixga kirgansiz. Toshkentdagi muxlislarga ham shunday mo'jiza ko'rsata olasizmi? O'sha o'yin shunchaki ajoyib edi. Men uchun go'zal bir lahza edi. Bosh bilan hat-trick qilish qiyin, lekin ushbu lahza faoliyatim uchun unutilmas xotira bo'lib qolgan. Hozirgi paytda esa shunchaki ishlashda va shu ruhda davom etishimiz kerak. Siz Venezuela tarixidagi eng yaxshi to'purarsiz. Ushbu FIFA Series turnirida yosh jamoadoshlaringizga qanday tavsiyalar beryapsiz? Shunchaki men qilayotgan ishni davom ettirishsin. Gollar urishda, jamoaga yordam berishda davom etishlari kerak. Biz uchun avval aytganimdek, har bir o'yin muhim. Mas'uliyatni zimmamizga olib, bugungidek jiddiy o'ynashimiz va keyingi o'yinda raqib jarima maydonchasida xavfli vaziyatlarni yaratishimiz kerak. Teddy Averland: standart vaziyatlar tufayli bizdagi ustunlikni O'zbekiston tortib oldi. Gabon terma jamoasi hujumchisi Teddy Averland FIFA Series doirasida O'zbekistonga qarshi o'yindan so'ng o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. O'yin haqida fikringiz? Juda qiyin o'yin bo'ldi. Borimizni berishga harakat qildik, lekin yakunda nima bo'lganiga o'zingiz guvoh bo'ldingiz. Birinchi bo'limda gol urdingiz. Jamoangiz hujumda raqibdan ko'ra samaraliroq o'yin namoyish etdi nazarimda, lekin yakunda 3 ta gol o'tkazib yuborildi. O'yin nazorati yo'qotilganiga nima sabab bo'ldi? Menimcha, O'zbekiston standart vaziyatlardan bizdan yaxshiroq harakat qildi. Raqib standart vaziyat, adashmasam jarima zarbasi orqali hisobni 1-1 qilishga erishdi. Keyin yana bir standart vaziyat, so'ng 2-1 hisobda oldinga chiqib olishdi. O'ylashimcha aynan shu narsa bizga qiyinchilik tug'dirdi va ular o'yin nazoratini o'z qo'llariga olishga muvaffaq bo'lishdi. O'zbekiston terma jamoasini sobiq mashhur futbolchi Fabio Cannavaro boshqarib bormoqda. Uning jamoasining himoyasini yorib o'tish yoki ularga qarshilik qilish qanchalik qiyin. Ularda o'ziga xos himoya tartib intizomi borligi sezilib turibdi. Hujumchi sifatida doim ortimda bitta himoyachi ta'qib qilib yurdi. Ular har doim meni ko'z ostida ushlab turishga harakat qilishdi. Himoya chizig'ida ularni aynan kuchli himoyachi boshqarayotgani bilinib turibdi. Eron hukumati Yaqin Sharqdagi urushda AQSh va Isroilni qo'llab-quvvatlagani uchun Serdar Azmunning mulkini musodara qilmoqda. Bu haqda Fars agentligi xabar berdi. Azmun Guliston provinsiyasi prokuraturasi tomonidan mulkni musodara qilinadigan 16 kishi qatoriga kirdi. Avvalroq futbolchi Birlashgan Arab Amirliklari yetakchisi bilan suratga tushgani uchun milliy terma jamoadan chetlatilgandi. Eronda bu surat dushmanni qo'llab-quvvatlash sifatida ko'rilgan va sportchi davlatga xiyonat qilishda ayblangan. Inter Miami Liverpoolning 33 yoshli hujumchisi Muhammad Saloh bilan shartnoma imzolash bo'yicha muzokara olib bormayapti. Bu haqda jurnalist Fabrizio Romano o'zining X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida ma'lum qildi. Manba ma'lumotlariga ko'ra, hozirgi vaqtda tomonlar o'rtasida hech qanday muzokara bo'lmagan. Saloh mavsum oxirida Liverpoolni tark etishini e'lon qilgandi. Misrlik hujumchi 2017-yildan beri Mersisaytliklar safida o'ynamoqda. Shu davr mobaynida 33 yoshli Wenger
barcha turnirlarda 435 ta o'yin o'tkazib, 255 ta gol urdi va 122 ta golli pas berdi. Futbolchining klub bilan shartnomasi 2027-yil yozigacha tuzilgan. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli ishqiboz? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.